Bugun Amerikada Easter bayrami, ya'ni Pasxa, bu katta bayramlardan bittasi hisoblanadi. Shunda qo'shnilar Easter Bunny, ya'ni Pasxa quyonidan podarka qoldirib ketishadi odamlarning eshigini tagiga. Va bu yerda esa biz qo'shnimizga podarka tayyorlamoqmiz. Hozir kelamiz aya. Hozir vaqtli turib shu podarkalarni to qo'shnilar turgungacha eshigini tagiga qo'yib kelishadi. Kelishyapti. Uyga qaytib ham kelgandik. Hozir mana eshigimizni zvonog'i chalganda, bolalar eshikni ochsa, eshigimizning tagiga qo'shnilarimiz tashlab ketishibdi. Easter Bunny nima tashlab ketdi bizga ham? Qani ochchi. Ocha olasizmi, Ali? Nima ekan? But we did them this too. Ular ham bizga shunaqa narsa berishdi. Bular Faqat shu narsasi boshqacha bo'lib deyapti. Bu safar biz bir-birimizga bir xil podarkalar olib qo'ygan ekanmiz, bilmagan holda. Sizlarning fikrlaringlar qanaqa bu Easter, ya'ni Pasxa bayrami haqida?